Assalomu alaykum hammaga xayrli tong. Xo'p, men yarim soatdan beri o'rnayapman. Sal planshetim bo'lib qoldi. Soat 6da o'z tahlil mavzu o'tishga. Xo'p, bugun biz 16 aprel 2026-yil haftaning payshanba kuni. Bugun o'tadigan mavzumiz exponential functions. Xo'p. Exponential functions degani ko'rsatkichli funksiya. Umumiy formulasi a darajasi x shaklidagi funksiya. Xo'p, bu yerda a'miz har doim musbat son bo'ladi. A'miz manfiy son bo'lmaydi bu yerda. Ikki xil holat kuzatiladi. Birinchi holatda a'miz 0 1 orasida joylashganda va ikkinchi holatda bizda a'miz 1 dan katta holatda joylashganda. Mana shu ikki holatni biz hozir ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu yerda 0 1 orasida joylashgan holatda xo'p, funksiyamizni yoza olishimiz mumkin. Masalan 1/3x shaklida. Ya'ni bizda ichidagi koeffitsiyentimiz 1 dan kichik, 0 dan katta. O'sha holatda hozir biz funksiyani chizib ko'rishga harakat qilamiz. Xo'p, chizib ko'radigan bo'lsak bizda koordinatalar o'qi va bugun sonlar qo'yamiz. X va y ga. X ga 0 qo'ysak y 1 qabul qiladi. X ga 1 qo'ysak 1/3, 2 qo'ysak 1/9. -1 qo'ysak teskari bo'ladi, 3 bo'lib ketadi va -2 qo'ysak 9 bo'ladi. Ya'ni biz 5 tochka topdik. Ya'ni birinchi 0 1 mana bu tochka. Qo'zni belgilab qo'yamiz. Ikkinchisi bizda 1 va 1/3, ya'ni 1 va 1/3. Ya'ni bizda kamayyapti funksiya. Bu tochka. 2 da 1/9, yana kamayyapti. Xo'p, -1 da 3, -1 da 2 3 mana bu tochka. Va bizda -2 9 va -2 da bizda -1 -2 9 4 5 6 7 8 9 -2 9 tochka. Ya'ni funksiyamiz bizda qanaqa ko'rinish hosil qiladi? Bizda mana bunaqa funksiya bo'ladi. Funksiyamiz bizda kamayuvchi funksiya bo'la oladi. Chunki x ortgan sari, x qiymati ortgan sari funksiyamiz kamayib ketyapti. O'shaning uchun funksiyamiz nima bo'ladi ekan? Kamayuvchi bo'ladi ekan. Xo'p, bu qachonki o'sha a'miz 0 1 orasida joylashgan paytdagi holati va bizda 1 dan katta holat ham bor. Ya'ni buni ham graf chizib, buni qanaqa o'sha svoystolarga egaligini ko'rib chiqsak bo'ladi. Bunda ham 1 dan katta bo'lsa, bitta graf chizib olsak bo'ladi. Masalan, 4 darajasi x dan. Xo'p, x o'rniga 0 qo'yganimizda qiymatli sog'asini qo'yib chiqaylik. 0 da 1, 1 da 4, 2 da 16. -1 da 1/4, -2 da 1/16 qiymatlar qabul qiladi. Qo'yib chiqamiz 0 da 1. Xo'p, 1 da 4, 1 da 1 2 3 4 mana 2 da 16, 2 da 16. Qanaqadir bir kattaroq qiymat. Xo'p, -1 da 1/4 va -2 da 1/16. Ya'ni funksiya kichiklashib ketadi. Grafikni chizadigan bo'lsak, grafik bunaqa shaklda bo'ladi. Ya'ni funksiyamiz 0 da 1 qabul qiladi. Shunga e'tibor beringlar. 0 da 1 har doim shunaqa. 0 da 1. Va funksiyamiz bizda xo'p, x qiymati ortgan sari funksiyamiz ham ortib ketyapti. Значит, funksiya bizda o'suvchi funksiya bo'ladi. Buni o'suvchi deb yozib qo'ysak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Xo'p, ko'rsatkichli funksiyalarning umumiy tushuntirilishi mana shulardan iborat. Hozir biz xo'p, savollarga o'tamiz. Esaytim mas kitobi bo'yicha savollarga javob beraman. O'shanga e'tibor berib turasizlar. O'sha lesson 7dagi, lesson 8mizdagi hamma toq nomerdagi savollarga javob beraman. Toq nomerlarga javob beraman. Va sizlarning qiladigan vazifalaringiz juft nomerdagi savollar ishlash. Juft nomerdagi. Va shu bilan bilimimizni mustahkamlaymiz. Kimda qanaqadir savol tug'ilsa, o'sha savollar bo'yicha, o'sha mavzu bo'yicha bemalol xo'p, tortinmasdan so'rashlaring mumkin. Bu xo'p, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Kunlaring xayrli bo'lsin. Hozir men Esaytim mas kitobi bo'yicha toq nomerdagi savollarni ishlab boshlab kanalga joylashga harakat qilaman.